Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Bugun sizlarga biz kimyo yo'nalishiga kimyoviy texnologiya fanidan sirka kislotasi itrifikatsiyasi mavzusida laboratoriya ishini bajarib, video dars sifatida ko'rsatib beramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan kerakli jihozlar: shtativ, tubi yumaloq va tubi yassi kolbalar, magnitli meshalka, tiqinli ulagich shlankasi bilan kerak bo'ladi. Kerakli reaktivlar esa sirka kislotasi 10 ml o'lchab olingan, etil spirti 10 ml va katalizator sifatida sulfat kislotasi 8 ml kerak bo'ladi. Ishning borishi avval biz tubi yumaloq kolbaga tubi yumaloq kolbaga 10 ml etil spirti va 10 ml sirka kislotasini qo'shib olamiz. Va uning ustiga 8 ml konsentrlangan sulfat kislotasini ehtiyotkorlik bilan qo'shamiz. Hosil bo'lgan aralashmani shtativga mahkamlab magnitli meshalkaning elektropechkasi orqali qizdiramiz. Bizga efir ajralishini ko'rish uchun gaz holida ajraladi efir. Buni yig'ib olish uchun natriy xlorining to'yingan eritmasini ustiga tiqinli ulagich bilan ulab olishimiz kerak. Magnitli meshalkani elektropechkasini gradusini rostlab qizdiramiz yashilib. Aralashmamiz qaynashni boshladi. Efir gaz holida ajralib, natriy xlorining to'yingan eritmasi yuzasiga yig'ila boshlaydi. Mana buni gaz holida chiqayotganidan ko'rib kuzatsak bo'ladi bemalol. Natriy xlorining to'yingan eritmasi va efir qatlamini hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin eritmadan. Eritmamiz rangi o'zgarib, oxirgi jarayonga yetdi. Sizlar bilan etil efirning ajralganini bemalol ko'rishimiz mumkin. Natriy xlor eritmasining ustiga yupqa qatlamda sirka kislota etil efirni o'tirganini sezilarli darajada ko'rish mumkin. Yupqa qatlamda o'tirgan.
Sirka kislota etrifikatsiya reaksiyasi mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.